Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Mana Buxoro shahar Qayum Murtazoyev ko'chasi 8/2-uy fuqarolari nomidan sizga murojaat qilyapmiz. Mana joriy yilning 11-mart kuni notanish застройщиклар kelib, mana shu Qayum Murtazoyev 8/2-uyning yonboshi tomonida ko'p yilga ekilgan daraxtlarni kesib tashlashdi va mana shunday огражденияларni oldi. Keyinchalik biza eshitishimizcha mana shu 8/2-uyning yonboshiga klinika qurmoqchi ekanlar. Biz mana shu Qayum Murtazoyev ko'chasi 8/2-uy va 8/1-uy fuqarolari norozimiz. Biz Qani ruxsatlaringiz? Ha? Shtrafi necha to'lab keldi? Qani, menga ko'rsating o'sha shtrafni. Men shirkat raisiman. Ha? Ana shu shirkatman. Qani ruxsat, menga buni kesyapsizlar. Archani, davay tez bu yoqqa yig'ishiring bunisini. Va shu o'zlaringizdan ketyapsizlar-ku. O'chir ovozingni. Kamera o'chir. O'chir ovozingni. O'chirmayman. O'chirmayman. Safaram kelib vaqar qilyapti. Kimga gapirib? Kimga gapirib? Vaqti ishing bermasdi. Qachonga gapirasan baqirib? Kim ruxsat berdi buni kesishga? Ruxsat ishlamaydi bu yerda. Qani qog'oz? Ruxsat bermaydi. Birinchi ko'rsatasizlar, keyin ishlaysizlar. O'chir. Qo'yqasanmi? Qo'yqasanmi? O'zingga problema qilib-chi. Sen kuchingni menga ko'rsatmading. Menga bu yoqqa tex bo'lib kelyapsan? Urasanmi? Urasanmi? Urgin. Mana sizga tayyor. Prasrochinni o'zi 100 millionga sotilyapti hali odat. Men chopaman, yo buni chopaman, qo'limni choplayman. Qo'limni choplayman, mana xudo haqqi. Nima ahvol? Yo'lga shuncha hujjat bor. Hamma dod faryod qildi. Hujjat bo'lmasa qo'ymasdim buni. Lekin bu nima ahvol?